Assalomu alaykum. Biz kuzatib turgan kuzatuvchilar. Navbatdagi shtampovka darvozamiz Samarqand viloyati Urgut tumaniga o'rnadi. Ishimiz sifatiga bir baho berasizlar. High-tech fasondagi darvoza. Urushli qalinli listda, ustidan neshivka bezaklari, o'ziga xos yarashgan ruchkalari bilan. Kelayoni 40 sent, tepasi ham 40 sent narichka. Darvozaning o'zining razmeri eni 355, balandligi 410. Kelayon tepa nalichkasi bilan birga razmeri eniga 430, balandligi 455. Zamonlarimiz stimul original zamon. Bitta barmoqda xatticham ochib bas. Xohlasa ochib yopilishdan muammo bo'lmaydi. Orqa taraf ko'rinishlari. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston 12 ta viloyat bo'ylab xizmatdamiz.